Mashinani dunyoning xohlagan joyidan ochib yopib zabt qilsa bo'ladi. Bu mashinaga Starline S96 LTE modelini qo'yib berdik. Mashinani yopgan payt 4 ta oyna lyuklarni yopadi. Prilojening tepasida mashinaning sassaynasini ko'rsatib turadi. Telefonning o'zidan zabt qilsa bo'ladi. Mashina zabt bo'lganini prilojenidan ko'rsatib turadi. Telefon metka yoki zavodskoy kalish bilan kelib, mashinani ochib, o'tirib haydab ketsa bo'ladi. Bu mashinada klimatlarni boshqaradigan qilib berganmiz. Podogrev rul, podogrev сиденья, orqa loboy stikloni, salonchidagi klimatni boshqarsa bo'ladi. Biz hozir 28 gradus qo'ydik, hozir tekshirib ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin, 28 gradus, podogrev сиденья, podogrev rul yoqildi. Prilojening o'zidan mashina qatib turibdi, qatdan qatga yurganlarini 90 kunlik informatsiyasini ko'rsa bo'ladi. Zavodskoy kalitdan mashina yopsa 4 ta oyna lyuklarni yopadi. Zavodskoy kalitdan yopish knopkasini 3 marta bossak mashina zavod bo'ladi, yana 3 marta bossak o'chadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqaga qilsanglar bo'ladi. Ishlarni tez va sifatli qilib bitkazib beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.